Biz qurilish sohasida mo'ljallangan qanday temir-beton mahsulotlarini ishlab chiqaramiz? Pustatali plitalar ko'p qavatli uylar qurilishida qavatlar orasiga o'rnatiladi. Plitaning ichki qismi bo'sh bo'lgani uchun issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Plitaning pastki tomoni silliq, yuqori tomoni esa g'adira-budur bo'ladi. Silliq tomoni xonaning shiftiga, patolog qismiga to'g'rilab o'rnatiladi. Tom qoplama plitalari binoning eng yuqori qavati ustiga yotqizilib, tomni yopadi va yuqoridan tushadigan yukni ko'taradi. Rigel ustunlar orasiga gorizontal o'rnatiladigan tayanch element bo'lib, tom va qavat plitalari aynan shu rigel ustiga qo'yiladi. Zina marshlari va zina maydonchalar ko'p qavatli uylardagi zinapoyalarni tashkil etadi. Zina marshi qiyshiq qism, maydoncha esa tekis qism hisoblanadi. Kanalizatsiya halqalari yer ostidagi kanalizatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlashda ishlatiladi. Mahsulotlarimizni 800 graduslik par orqali quritamiz. Bu ish jarayonini tezlashtiradi. Agar sizga ham shu mahsulotlar kerak bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki direct orqali murojaat qiling.